28-mart tongiga kelib, mojaro keskin chuqurlashmoqda. Tomonlar zarbalar geografiyasini kengaytirmoqda. Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat esa keskinlikning asosiy nuqtasiga aylanmoqda. Urushning 5-haftasida nimalar sodir bo'ldi? Eronning yadro dasturiga zarbalar. AQSh va Isroil Eronning strategik obyektlarga bir qator zarbalar berdi. Jumladan, Xondab hududidagi majmua, uran konstruksiyasini ishlab chiqarish zavodi hamda Arakdagi og'ir suv ishlab chiqarish zavodi nishonga olindi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi yanada keskin javob berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bu safar javob odatdagidek bo'lmaydi. Kuting deya bayonot berdi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi. Eron amalda bo'g'ozni bloklashni davom ettirmoqda. Hatto Xitoyga tegishli yirik konteyner kemalari ham ortga qaytarildi. AQSh Mashrutni himoya qilish bo'yicha koalitsiyaga qo'shilishga tayyorligini bildirdi. Biroq tashabbusni ittifoqchilarga yukladi. Eronning Handala hakkerlar guruhi FQB direktorining shaxsiy elektron pochtasini buzib, uning fotosuratlari va hujjatlarini ochiq tarqatdi. Hujum fakti AQSh rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. Urush boshlanganidan buyon AQSh va Isroil bilan hamkorlikda ayblangan 100 dan ortiq shaxs qo'lga olingan. Muhim obyektlar koordinatalarini uzatish, qo'poruvchilik harakatlarini rejalashtirish, vaziyatni beqarorlashtirishga urinishlar qayd etilgan. Isroilga kasetali jangovar kallaklarga ega Eron ballistik raketalari hujum qildi. Temir gumbaz tahdidni bartaraf eta olmadi. Xotam Al-Anbiyo markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi: Bu urushdagi amaliyotlarimiz ko'lami va o'zga xos taktikalarimiz siz hatto xayolingizga keltirmaydigan darajada. Eron hali ham kutilmagan va oshkor etilmagan urush taktikalarini zaxirada saqlab turibdi, dedi Xotam Al-Anbiyo markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi.